Qaralarga tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Vallahi qo'shidim bor. Taxminiy narxi bor yo'g'i $185,000 turadigan Cadillac Escalade Sport Platinum bo'ladi. Albatta, bojxona to'lovlari bilan birga. Avtomobilimizda eshiklarda ham elektronniy, ham davochik bo'lganligi uchun ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Bu avtomobilimizda eshigi ochilganda yonidagi mashina, devor, darvozaga tegib ketmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Mana alhamdulillah eshigimiz ochildi. Ana endi bu elektronniy eshikni bitta tugma bilan yopamiz. Elektronniy parog, elektronniy eshiklari va davochiklari bilan birga bo'ladi. Albatta Cadillac Escalade avtomobillarini istalgan turdigisini istalgan joydan istalgan joyga yetkazib berishimiz mumkin. Ofitsial dilerlardan olamiz. Xoh u elektrik bo'lsin, xoh u benzin bo'lsin, xoh u sedan bo'lsin, SUV bo'lsin, umuman farqi yo'q. Va qo'shimchasiga Telegram kanalimiz orqali, havola orqali o'tib olasizlar va istalgan turdagi avtomobillarni modellari, spetsifikatsiyalari va bojxona narxlarini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi.